Akamiz ham mana reklamani ko'rib kelibdilar. Chinozga ochildi deb kecha reklama qo'ydim o'rtoqlar. Mana akamiz kelib 300 million pul olmoqchi ekanlar. Furalari bor ekan, yana дополнительный fura bitta anaqa olib berayotgan ekanlar. Oylik to'lovlar 9 million 160 mingdan chiqdi o'rtoqlar. Aka, rost ekanmi? 15% qoldiq sumaga olasizlar. 300 million oylik to'lovingiz 9 million 160 mingdan chiqyapti, to'g'ri? Rost ekan. Sarsonga berib bor ekansizlar-ku. Mana reklamani ko'rib keldilar akamiz. Qatta yallamadami? Yallamadi. Xo'p, borsanglar mehmon qilaman debdilar akamiz. O'rtoqlar, Piskent, Bekobod, Oqqo'rg'on, Quyuchirchiq, O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq, Chinoz, Yangiyo'l, Angren, Sirdaryo, Sirdaryogacha ochib yubordik o'rtoqlar. Sari bola bilasizlar, har doim oldinda o'rtoqlar. 50 million olsanglar 1 million 526 mingdan tushadi. 100 millionga 3 million 53 ming, 150 millionga 4 million 580 ming, 200 millionga 6 million 100, 250 millionga 7 million 633 ming, 300 millionga 9 million 160 ming o'rtoqlar. Garov evaziga turar joy, noturar joy qo'yib bersanglar bo'ldi o'rtoqlar. Toshkent viloyatining barcha joyi Sirdaryogacha ochiq. Aka, ishingizni kechgacha hal qilamiz, xudo xohlasa. Bosinglar gazini o'rtoqlar.